Assalomu alaykum hurmatli aka-ukalar. Bizning tarafdan bismillah ukamizni mijozimizni tayyorlab beryapmiz. Tayyor bo'lgan ortiq chiqarib olishimiz kerak. 2,5 metrga 3 metr, balandligi 2,5 metr. Oldini seriya oyna qilib, ichiga polkalarga chiqib beryapmiz. 50% yangi, 50% bu materialdan bu ukamiz do'kon qilib ishlatgan. Polkalarga chiqib beryapmiz. Tomlarni tuplit qilib, siz o'tkazmaydigan qilib berganmiz bundan. Oldi seriya oyna. Pollari ham bor. Pol qismini ham naqib paddondan qilib berganmiz. Zahot qilmaslik uchun. Eshik qismi. 50% yangi, 50% bu materiallar. Bunga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, nima qoldiramiz, aloqaga chiqib olasizlar. 50% yangi, 50% bu materialdan mana idealni chiqadi. Buni yana bitta yuvib olsa, bundan ham zo'r bo'lib, yengidek bo'lib turadi.